Chust A seriyasi yarim final o'yiniga yetib keldik. Bugun mana birinchi o'yin Tepa Qo'rg'on hamda Chust Tekstil o'yini birinchi bo'limi boshlandi. Ushbu uchrashuvda ikkala jamoaga ham omad tilab qolamiz va chiroyli o'yin kutib qolamiz. Chust A seriyasi kuchli 8 talik jamoasi, ya'ni yarim final o'yinlari bugun 12-dekabrda start oldi. Ko'ramiz yarim finalda qaysi jamoa o'ynaydi, qaysi kuchli 4 ta jamoa yarim finalga chiqa oladi. Chust Tekstil hujum uyushtirmoqda. To'p Chust Tekstil vakillarida. Qaytardi to'pni. Izzat to'p bilan. Xo'sh. Tepa Qo'rg'on vakillari berishmayapti to'pni. Juda ham zo'r pressing amalga oshirishmoqda, lekin Chust Tekstil vakillari hali to'pni yo'qotishgani yo'q. To'pni o'zlarida ushlab turishmoqda. Uzatma. Xo'sh. O'yin qoidasi buzilmadi. O'ynash mumkin. Chust Tekstil. Yaxshi, mana chiroyli uzatma, lekin ozgina noaniq edi. O'yinchi ulgurmadi Chust Tekstil vakili ushbu to'pga. Va mana bu yerda xatolik. Chust Tekstil foydalana oladimi? Va yo'q. Noaniq uzatma. To'pni darvozabon o'yinga kiritib beradi. Tepa Qo'rg'on darvozaboni. Yaxshi o'tdi. Chiroyli uzatma. Zarba va noaniq. Chiroyli o'yinlar guvohiga aylanmoqdamiz. Ushbu ikkala jamoaga ham bugun juda ham kuchli bir-biriga raqib bo'lishdi. Chust Tekstil ham, Tepa Qo'rg'on ham juda ham kuchli jamoa, chunki bular kuchli 8 talikka kira olishgan jamoa va mana bu yerda zarba va ajoyib seyf ko'rdik darvozabondan. Chust Tekstil darvozabonidan. Uzatma. Xo'sh. Yo'q. To'pga yeta olmadi Tepa Qo'rg'on vakili. To'p bilan Chust Tekstil, mana sizga chiroyli ajoyib imkoniyat, zarba va darvozabondan seyf ko'rdik. Tepa Qo'rg'on vakillari to'pni tepishni ma'qul ko'rishdi, tepib yuborishdi, chunki pressingdan mana shu tarzda chiqib ketishmoqda. Chust Tekstil endi to'p bilan hujum amalga oshirishi mumkin. O'tmadi to'p. Yo'q, o'tdi, mana to'p tegib o'tib ketdi va burchak to'pi. Burchak to'pini Tepa Qo'rg'on jamoasi Chust Tekstil vakillari o'yinga kiritib berishadi. Yana bitta zarba ko'ramizmi? Zarba. Tepa Qo'rg'on qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. Uzatma o'tdi, lekin hech kimga tegmadi bu to'p. Shunchaki o'tib ketdi to'p hamma o'yinchilardan. Uzatma, lekin o'tmadi. Uzatma. Yaxshi. To'p maydonda kirib boryapti. Noaniq zarba. O'yinning 5-daqiqasi, birinchi bo'lim. Temp juda ham yuqori. Chust Tekstil vakillari to'pni yo'qotishdi. Bu yerda darvozabon yaxshi o'ynadi. Chust Tekstil qarshi hujumga o'tib ketmoqda. Uzatma beradimi? Yo'q, to'pni yo'qotib qo'yishdi. Va yon chiziqdan to'pni Tepa Qo'rg'on vakillari o'yinga kiritib berishadi. Xo'sh. Yo'q. Hujum noaniq.
Yonchiqdan to'pni Tepa Qo'rg'on vakillari yana bir bor o'yinga kiritib berishadi. Yo'q, vaqt. Uzatma. To'xtatdi to'pni. Yaxshi o'tdi. Zarba, darvozabon. Uchoq to'p endi Chustek vakillari o'yinga kiritdi. Chustek vakillaridan hujum va zarba va Chustek vakillari hisobni ochishmoqda. Hisob 1-0 Chustek vakillari oldinda. Qoyil. Hisob 1-0. Uzatma. Va darvozabon o'z o'rnida Chustek endi hujumga o'tishi mumkin. Uzatma berishmadi tekstil vakillari. Zarba va burchak to'pi. Burchak to'pi emasmi? Yaxshi, mayli. Hakam ko'rmay qoldi shekilli, burchak to'pi edi. Tepa Qo'rg'on qarshi hujumga o'tishi mumkin. Uzatma o'tmadi. Tekstil vakillari. Mana Tepa Qo'rg'ondan zarba. Darvozabon o'zini yaxshi ko'rsatdi. O'yin tempi juda ham yuqori ko'ryapsiz. Mana sizga chiroyli pas. Voy, ozgina aniqlik yetishmadi ushbu zarbaga. Tekstil vakillari yaxshi o'ynagandi, yaxshi o'ylagan edi. O'yin qoidasi buzildi, standart vaziyat. Tepa Qo'rg'on vakillari. Zarba ko'ramizmi yoki uzatma? Hozir birgalikda guvoh bo'lamiz. Ushbu o'yindan keyin yana bir gigant o'yin bizni kutib turmoqda. Galaktikos hamda Dinamo o'yini. Xo'p, standart vaziyat, zarbami? Zarba, darvozabon o'z o'rnida. Chustek qarshi hujumga o'tib ketmoqda, uzatma berdi. Yana bitta uzatma, zarba, noaniq qayerga? Osmonlarga uchirib yubordi to'pni. Juda ham qulay vaziyat edi. Hech kim yo'q edi, lekin juda ham noaniq zarba berdi. Chustek o'yinchisi yana bitta zarba va yaxshi o'ynashmoqda Chustek vakillari, yaxshi himoyalanishmoqda va shunga ko'ra hisobda ham oldinda ketishmoqda. Hisob 1-0. O'yinning 9-daqiqasi. Zarba noaniq. Uzatma. Tepa Qo'rg'on vakillaridan hujum, lekin o'tmadi uzatma. Uzatma. Va super gol urib qo'ymoqda Tepa Qo'rg'on vakili. Ko'rdingizmi? Bu uzatma edi, lekin darvozabon xatosi va gol. Hisob 1-1. Tepa Qo'rg'on vakillari hisobni tenglashtirmoqda. Kimdan kutsam ham darvozabondan bunday chiroyli gol kutmagan edim. Juda chiroyli gol bo'ldi. Mana yarim chorak finalga mos o'yin bo'lmoqda. Hisob ham teng, o'yin ham teng. Burchak to'pi. To'p yo'qotildi. Tepa Qo'rg'on vakillari qarshi hujumga o'tib ketishmoqda. Kirib borishmoqda. To'pni yo'qotishdi mana birga bir vaziyatda Chustek vakillari va
Berishmadi Tepaqo'rg'on. Zo'r, darvozabon ham zo'r o'ynadi. Himoyachilar ham o'z vaqtida yetib kelishdi. O'yin tempi juda ham yuqori, aziz do'stlar. Xo'sh. Uzatma. Va qayerga tepib yubordi? Zarba noaniq. Bermadi ushbu himoyachi zarbaga. Zo'r o'ynadi. Zarba noaniq. Uzatma o'tmadi. Chust tekstil qarshi hujumga o'tadimi? Yo'q. Yon jizirdan to'pni o'yinga kiritib berishmoqda Chust tekstil vakillari, lekin to'pni yo'qotishdi. Xato. Uzatma o'tmadi. O'yinning 13-daqiqasi, birinchi bo'lim. Uzatma. Mana chiroyli o'ynadi. O'yin qoidasi buzilmoqda. Tepaqo'rg'on vakillari hujumga o'tishadi. Zarba! Darvozabon o'z joyida, o'z vaqtida. Chak to'pi. Mana birga o'tib ketishi mumkin. Va to'p yo'qotildi. Tepaqo'rg'on vakillari to'pni kiritib berishadi. Uzatma. O'yin qoidasi buzildi. Darvozabonga nisbatanmi yoki Tepaqo'rg'on vakillariga nisbatanmi? Darvozabonga nisbatan o'yin qoidasi buzildi albatta. Bu yerda hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uzatma o'tdi. Va nima qildi o'yinchi? Nimaga urmadi? Gollar 3-0. O'yin qoidasi buzilishlari bo'yicha zarbami yoki uzatma? Xo'sh. Zarba. Noaniq. Zarba yana bitta burchak to'pi. Yo'q. Yon sirtdan to'pni yurdi. Zarba noaniq.
uzatma. Darvozabon to'pni ilib oldi. Uzatma zo'r o'tdi to'p. Lekin yo'qotdi to'pni. Chust tekstil vakillari mana yaxshi vaziyatga chiqib ketishmoqda va darvozabon zo'r o'ynadi. Seyf. Burchak to'pi. Uzatma. Mana Tepa Qo'rg'on o'yin qoidasi buzildi. Follar bo'yicha 4-0. Zarba seyf. To'p maydonni tark etdi. Bermadi. Uchinchi bor yaxshi imkoniyatdan foydalana olmayapti ushbu futbolchi. Chust tekstil vakili. Zarba, burchak to'pi. Uzatma. Chust tekstil qarshi hujumga o'tib ketdi, lekin uzatma o'tmadi. Yana Chust tekstil vakillarida to'p qolmoqda. O'yin qoidasi buzildi. Uzatma. Uzatma va darvozabon yaxshi o'ynadi. Mana sizga chiroyli uzatma, zarba va Tepa Qo'rg'on jamoasi hisobda oldinga o'tib olmoqda. Hisob 2-1. Mana yana bitta chiroyli vaziyat. Zarba va ozgina aniqlikka yetishmadi. Burchak to'pi.
Dima. Dima. Va birinchi bo'limga yakun yasab berdi. Hakam hisobi 2-1 Tepaqo'rg'on jamoasi oldinda. Chust A seriyasi chorak final bahsi Tepaqo'rg'on hamda Chust Tekstil o'yini ikkinchi bo'limi boshlandi. Birinchi bo'limdan keyin hisob 2-1 Tepaqo'rg'on vakillari oldinda. Va mana bu yerda standart vaziyat, o'yin qoidasi buzildi Chust Tekstil futbolchisiga nisbatan. Zarba. Himoyachidan qaytdi. Mana bu yerda yaxshi imkoniyat. Burchak to'pi. Zarba. O'yin qoidasi buzildi. Zarba to'p o'yinchining qo'liga tegdi. Standart vaziyat. Zarba ko'ramizmi yoki uzatma? Zarba darvozabondan seyf ko'rdik. Uzatma. Va darvozabon qanday yaxshi seyf amalga oshirdi. Qoyil. Uzatma. Darvozabonniki edi bu to'p. Uzatma. Berishmadi.
Tepa Qo'rg'on qarshi hujumga o'tib ketmoqda. Zarba yon chiziqdan to'p o'yinga berishadi. Zarba ozgina aniqlik yetishmadi ushbu zarbaga. Yaxshi uzatma edi, lekin o'yinchi tushunmadi va ulgura olmadi bu to'pga. Ikkinchi bo'lim 6-daqiqa. Mana sizga birga bir vaziyat. Zarba bermadi, burchak to'pi. Yana bitta zarba, yana blok. Qo'rg'on vakillari berishmayapti zarbaga. Ya'ni har bir zarbani yaxshi blokla olishyapti. Zarba, blok, zarba, blok. Oynasın bizimle. Zarba darvozabondan yaxshisi. Zarba yaxshi uzatma. Zarba darvoza to'siniga tegib qaytmoqda. Ikkinchisini darvozabon qaytarmoqda.
uzatma. To'pga yeta olmadi. Bo'yi pastlik qildi. Mana qarshi hujum Tepaqo'rg'on vakillaridan kirib borishyapti. Uzat zarba edi. Bu darvozabon yaxshi o'ynadi. Mana bu yerda mana Chusteksil vakillari qarshi hujumga ham chiqib ketishgan edi. To'p qoldi Chusteksil vakillarida. Zarba noaniq. Zarba noaniq. O'yin qoidasi buzilmoqda. Zarba. Zarba qayerga? Zarba darvozabondan super seyf. Zarba va noaniq. O'yin qoidasi buzildi qo'pol ravishda.
Standart. Xo'sh, tekstil nima qiladi? Zarba beradimi yoki uzatma? Zarba va darvozabonga qizil kartochka ko'rsatilmoqda. Semirib Mubrod jak tak garang o'zimda famsa, so'zim Mubrod gashti. O'z gashtim bro. Dima. Dima. Varata gashtan anfrot. Dima. Qanchkas? Hozir yengil sheshkasi shungira. Standart vaziyat. Zarba va Tepa Qo'rg'on jamoasi 3-1 hisobida oldinga o'tib olmoqda. Yo'q. Bu yerda o'yin qoidasi buzilibdi. Foul. Sola hisoblang, ey. Sola hisoblang, sola. Tartishib. Tor. Beşte faul, beşte. 6-inchi penalti, 6-inchi. 6-inchi hammasi double penalti. Chorak final o'yini yonmoqda azizlar. Hisob hali hamon 2-1. Tepa Qo'rg'on vakillari oldinda. Chust Tekstil esa bir kishi kam bo'lib o'ynamoqda. Zarba ozgina aniqlik yetishmadi, lekin chiroyli borgan edi. Mana sizga uzatma. Zarba va bloklashdi Chust Tekstil vakillari. Zarba va Chust Tekstil hisobni tenglashtirmoqda. Sensatsiya. O'yin tugashiga 1 daqiqa qolganda hisob 2-2 ko'rinishni olmoqda. Qoyil. Hisob 2-2 agar Dima penaltiymiş. Bir minut. Minut. Penalti. O'yin tugashiga 1 daqiqa qolmoqda. Menimcha penaltilar seriyasi ko'ramiz shekilli ushbu o'yinda.
Yaxshi, ey. Yakun time dokumonto. Din time. Penaltilar ko'ramizmi yoki qaysidir jamoa yutib yarim finalga yo'l oladimi? Dima Adishut. Ikrom ako. İstiyag minut. Yaxshi. Zarba. Xo'sh. Va 2 daqiqa qo'shib berildi ikkinchi bo'limga to'xtalishlar uchun hakam. Zarba noaniq. Burchak to'pi. Xo'sh, 1 daqiqa qo'shib berildi. Zarba bloklashdi. O'yin yonmoqda azizlar. Ikkala jamoaga ham yarim final kerak. Mana vaziyat Tepaqo'rg'on qarshi hujumga o'tib keta oladimi? To'p yo'qotildi. Uzatma. Tepaqo'rg'on yana hujumga o'tmoqda. Shu tekstil vakillari qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin edi. Xo'sh. 1 minut tutsa, 2 minut. Uzatma lekin o'tmadi. Shu va o'yin asosiy vaqtda yakunlandi va penaltilar seriyasi bo'ladi. Birinchi penaltini Tepaqo'rg'on vakillari amalga oshirishmoqda. Xo'sh. Zarba va to'sdi. Qaytardi to'pni. Endi Chust tekstil vakillari penaltini birinchi penaltisini amalga oshirishadi. Xo'sh. Zarba va yana darvozabon poyladi. İkinci penaltini Tepaqo'rg'on vakillari amalga oshirishmoqda. Va gol! Penaltilar bo'yicha Tepaqo'rg'on oldinga o'tib oldi. Hisob 1-0. Chust tekstil vakili penaltini amalga oshirmoqda. Xo'sh. Zarba va Chust tekstil ham hisobni tenglashtirmoqda. Hisob 1-1. Endi Tepaqo'rg'on 3-to'pni tepadi. Penalti va yana Tepaqo'rg'on oldinga o'tib olmoqda. Hisob 2-1. Xo'sh. Kim